Assalomu alaykum. Musofir TV'ning ashaddiy do'stlari. Bugun biz qo'y boqishdamiz. Navbatda mana Тоже будет одна тара. jarayon Отбирают, чистят. bahor avjida issiq bo'lyapti. 3 kundan beri o'tlarni oldi qaytyapti. Isanboyda rayon urudagi jamoat Isanboy degan qishloq Marg'izor. Shu yerda bahor endi o'tlari oldi qaytyapti. Adirlar sarg'ayib, yomg'ir bo'lmasa qaytadi. Shu haftaga yomg'ir va'da bergan, yomg'ir bo'lib qolsa inshaalloh bo'ladi. Yana yovvoyi o'tlar chiqib ancha yaxshi bo'lib qoladi. Yana mana biz bug'doy poyoni oralarida bu bug'doy, bu shuni o'rtasida u yog'ida yana bug'doy bor. Shuning uchun bu yerda sal o't balandroq va qalin. Bu yerda mol to'yadi. Mol g'am bermaydi mana. Yotibdi boshi bu yoqda, oxiri bu yoqda. O'zimiz shu bug'doyni yonidan yuribmiz. Bug'doyga tushib ketmasin deb. Bizda shunday bahorda 2-oyini bugun 2-chisilasimi? 3-chisilasimi? 2-chisilasi ekan. 2-aprel mana biz qo'ydi. Hayot sizlarga yana ko'rsatay. Kim chorvaga qiziqsa, bu qo'ylar boshdan yeb to'ygani yotibdi. Mana o'tgan videoyimda olib kelish jarayonini qo'yganman. Bunisida boqib yuribman. Qo'shgan paytim qo'shdim qo'yga. Adelni boqamiz, kechasi joyiga chiqaramiz. Kunduz kuni yana boqamiz. Shu o'tni boridan foydalanib kecha kunduz boqib oldi bir jaylovga ketguncha sal o'ziga keltirish. Jaylovga beramiz boshqa cho'ponlarga, boshqa cho'ponlar olib ketish jarayonida tez ketadi. Bir xil joyda dam olib bo'lmaydi. 1 sutka, 2 sutka mol ariq bo'lsa o'ladi yo'lda. Telefon qilib moling o'ldi desa ariq ekan o'ldi desa, buni nafsimiz ham, aqlimiz ham qabul qilmaydi. O'ladi, bu yerda yaxshi edi deydi. Shuning uchun ozgina boqish kerak. Kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan boqsak, mol salgina o'zi quvvat olsa, uyingizda keyin ketayotganda g'am bermaydi cho'ponga. Cho'ponga g'am bergan mol yo'lda yo so'yiladi yo sotiladi. Shunday do'stlar. O'zimiz ham cho'pon bo'lib ko'rganmiz. Yo'lda shunday yo'llar bor. Tang 1 sutka, 1,5 sutka bu yerda dam olmasdan o'tib ketishingiz kerak. 1 sutka. Bitta mol 1 soat, bitta odamni band qilsa 1 soat u qancha qolib ketasiz. Ortingizdan yana mol keladi. Siz bir o'zingiz ketmasangiz, to'xtab dam olay desangiz bo'lmaydi. Shuning uchun akalar molda endi mol qilayotganlar, molga qiziqayotganlar shu bahorda oldi bilan yaxshi boqib ozgina molni sostoyanasini yaxshi qilish kerak. Charchagan molni qo'yga qo'shib o'tirmang. Keyin undan umid qilmang.
O'dinkasi qurib boradi u yoqqa. Borgandan keyin u yoqda sovug'i bor, yomg'iri bor, do'li bor. Shu Tu nomadesti. yana Bu hamik kushish karşı. kimga jabr, molga jabr. Molingiz o'ldi aka deb telefon qilsa. Keyin asab buziladi. Molni qaysi azob bilan qilayotganingizni o'zingiz bilasiz. Shuning uchun molni yediring, ichiring, to'ydiring. O'zini sotsiyanasi yaxshi bo'lsin. Ana undan keyin qo'shing. Kimga bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana biz molni qo'shib har yili mana shu ahvol kechasi o'zim Rossiyaga borib kelaman. Shu aprelda Ya bor bir gardon tutar. noyabrda oxirida kelaman. Qo'shib ketib kelishga o'zim kelib ajratib olaman molni. Shuning uchun mol sal semirsin. Cho'ponimizga g'am bermasin deb Sarflo, вот с ним подстройся вместе с оператором, иди с ним. kechani kecha demasdan, kunduz demasdan uydagi Oli, ishni oli, oli, tashlab, haynaku, oli, haynaku. bu molni Oli, operatör oxirida ravan, biz- bak. Mana mol. O, Mana shunday. ana şu hayışku. Mana molni oxiri. Yana bu yoq ham bug'doy-yu, ana adirga ham haydasa bo'lardi. Orasidan keyin mana shunday qilib boraveramiz keyin. Yana. Xullas shu bizning kunimiz, Sanda hayotimiz, zor arkadaşım, adaysa na. umrimiz Bak, bak, bak. o'tyapti. Sana kıta. Ha, guftum. Akra da guftum ki yami. Ey Alloh. Ana ro'zani ham yaxshi o'tkazib oldik. Hayitlarni Aga şurada o'tkazib kaçtı. oldik. Gel uçayalım. İyi yani. Sokumalar. İçinde burada. Ma, ma. Başka logo mu? Bak bir şey oraya. Bu. İyi fakat de soku var ha. Bu. Çoğuluyor pançoldaki. Ama soluk var. Ha, shunday gaplar akalar. Ha? Ana bizni Kani bunu? mol Aralaş ya. Neye kayım? Şuraya. Oo. shunday qilib shu yerda Sıkamıyorum onu. molda biz Kış geldi ya.